To'roningdan qo'y yag'la, soat 3 bo'lyapti, nahorga oshga ulgurmaymiz. O'zi 2 da uxladik-ku, dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi, bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2 da salonga ketdi. 8 da qaytadi. Yo'nbay, o 8 gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizda superkala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu strela choyxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'la. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Men qara to'yni ismi uchdi endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'da skachasi qilib olasan. Bundan-chi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kechak deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yni ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib to'y kuni aytasanmi? Qo'yag'i? Sendaqa qo'shnim. Amin. Avvallama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi?